Ijtimoiy tarmoqlarda juda ham keng tarqalgan, ko'plab muhokamalarga sabab bo'layotgan videolarni bir nechtasini hozir sizlar bilan tomosha qilamiz. Это происходит на фоне того, что в московском районе Коммунарка в 2026 году начнется строительство индуистского храма. Индийская община еще в августе прошлого года подала документы на официальную регистрацию религиозной организации. Я отвезу тебя в Индию через 2 года. Нет, no. Rossiyadan bolangizni o'liga kelmasin. Shu gapni qanaqa payti ekan, qog'ozga o'rab, ya'ni urush haqida. Vladimir Putin ham safarbarlikka imzo qo'ydi, yangi safarbarliklar bo'ladi. Ko'pchilik endi urushga ketadi. O'shaning uchun bolangizni Rossiyaga jo'natishdan oldin 100 marta o'ylab ko'ring. Agar gapimga ishonmasanglar, Rasul Kusherbayev Instagram kanaliga kirib, bemalol videosini ko'rishinglar mumkin. Yurtdoshlar, ehtiyot bo'linglar, zamon qiyin bo'lib qoldi. Bu sizlar oldingida o'ylagan Rossiya emas hozir. Slishkim ahvol yomon. Misol aldamayman, to'g'risini aytaman, o'zimni ham metroda politsiya to'xtatib, "Voenkomatga ketmayapsizmi?" dedi. Keyin yo'q, men voenkomatda nima qilaman desam, "Просто dedi, biz voenkomatga сопровождение qilyapmiz" dedi. Yo'q, xudo saqlasin buni. Men voenkomat degan narsa kerak emas menga dedi. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar. Yoshlarga maslahatim, sayoq yurmanglar. Ishlaring bo'lmasa, iloji boricha ko'chaga chiqmanglar. Ehtiyot bo'linglar. Videoni tomosha qildik do'stlar. Bu kabi holatlarga siz nima deysiz va siz qanday fikrdasiz? Izohlarda fikrlaringizni qoldiring.